Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli azizlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning shamoillarini bilish, u zotning siyrat va suratlarini o'rganish va u zotni tasavvur qilish har bir mo'min musulmonning orzusi hisoblanadi. Har birimiz mo'min musulmon ekanmiz, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga ozgina bo'lsa ham bog'lanishga harakat qilishimiz kerak. Imkoniyatimizdan kelib chiqib, o'zimizning sohamizdan, boshqa sohadan nimaga qaysi hayotda nima ishda ishlashimizdan qat'iy nazar o'zimizning sohamizdan kelib chiqib Rasulullohga bog'lanishimiz kerak. Chunki payg'ambar alayhissalomda har bir ish qilayotgan kishi o'rnak olishlik uchun albatta bir ibratni topadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamda hammamiz uchun o'rnak bor. Barcha soha vakillari uchun o'rnak bor. Shuning uchun Alloh taolo Rasulullohni o'rnak qilib ko'rsatgan. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga o'zimizni ozgina bo'lsa ham o'xshatishga harakat qilsak, biroz bo'lsa ham Rasulullohni siratlariga, suratlariga o'xshashga harakat qilsak, inshaalloh mana shu ixlosimiz sababli, mana shu muhabbatimiz sababli Alloh taoloning nazdida bir najot topganlardan bo'lishimiz mumkin inshaalloh. Azizlar, Shamoil Muhammadiyani navbatdagi suhbat darslarimizni davom ettiramiz, boshlaymiz. 9-hadisga keldik. Imom Tirmiziy rahmatullohi alayhi aytadilarki, haddathana Abu Musa Muhammad ibn al-Musanna qala haddathana Muhammad ibn Ja'far qala haddathana Shu'batu an Simak ibn Harb qala sami'tu Jabir ibn Samurah radhiyallohu anhu. Bu hadisni Jabir ibn Samurah radhiyallohu anhu dan rivoyat qilyaptilar. Sahobiylardan biri Jabir ibn Samurah. Yaqul, Jabir ibn Samurah aytadilar: Kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dali'al fami ashkalal ayni manhusal aqib. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam og'izlari kattaroq, ko'zlari kengroq, ko'zlari katta-katta va tovonlarining orqa tomoni go'shtsizroq odam edilar deydilar. Og'izlari katta bo'lishligi o'sha gapirishlikka, yetkazishlikka, birovga, har bir jamiyatdagi har bir soha vakiliga yetkazib dinni, risolatni yetkazishlik uchun gapirishlikka moyilroq bo'lishlik uchun Alloh taolo shunday qilib yaratdi va og'zi sal kattaroq bo'lishligi arablarda eng chiroyli bir og'iz deb sanalgan eng chiroyli madhlardan biri bo'lgan. Ko'zlari ashkalul ayn. Ba'zi ulamolar bunda ko'zlari katta, ko'zlarining o'sha yorug'i, ya'ni katta deb tafsir qilgan, bayon qilgan bo'lsalar, ba'zilar aytadilarki, ko'zning oq tomonida, oqida ozgina qizil tomirchasi bo'lgan deydilar, tomiri. Ikkita ko'zlarni ham oqida bitta qizil tomiri bo'lgan. Bu rujulatga dalolat qiladi. Bu mardlikka, jasurlikka, qo'rqmaslikka dalolat qiladi deydilar. Manhusal aqib, bu ham mardlik belgisi, haqiqiy erkaklik sifatlaridan biri hisoblangan. Ya'ni tovoni go'shlik emas, tovoni juda bir semiz emas, tovonining orqa qismi ingichkaroq, orqa qismi go'shtsizroq bo'lgan deydilar payg'ambar alayhisalomni. Qala Shu'ba, yuqoridagi sanadda kelgan Shu'ba ibn al-Hajjaj ustozlari Simak ibn al-Harbdan so'raganlar. Qultu li Simak, Simakka aytdimki, ma dali'ul fam. Dali'ul fam degani nima desa, qala azimul fam, og'izlari katta degan ma'noda dedilar. Qultu ma ashkalul ayn. Ko'zlari ashkal, ya'ni ashkalul ayn degan so'z nima ma'noda deb so'raganimda, qala tawilu shiqqil ayn, ko'zning yorug'i uzunroq, kattaroq deb aytdi. Qultu ma manhusul aqib, manhusul aqib sifati nima degani desam dedilar, qala qalilu lahmil aqib. Yani shu tovonni, orqa tomonni go'shti ozroq degan ma'noda dedilar.
Ya'ni ustozlaridan mana shu lug'atlarning ma'nosini so'rab olganlar. Keyingi hadisda qala haddathana Hannad ibn Sariyyin as-Sariyyi qala haddathana Abthar ibn al-Qasim an Ash'asa ya'ni ibn Sawwar an Abi Ishaq an Jabir ibn Samura. Bu hadis ham Jabir ibn Samura roziyallohu anhu dan rivoyat qilinyapti. Qala ra'aytu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam fi laylatin idhiyan. Payg'ambar alayhissalomni oyli tunda ko'rib qoldim deydilar. Kechasi ketayotgan edim, Rasulullohni ko'rib qoldim. Oy chiqqan tun edi. Ya'ni oy to'lin oy bo'lib, oy hech qanday uni to'sig'i yo'q, hech qanday bulut yo'q kechada Rasulullohni ko'rdim va alayhi hullatun hamro. Ustilarida qizil kiyimlari bor edi, qizil chakmonlari bor edi Rasulullohni. Faja'altu anzuru ilayhi va ilal qamar. Rasulullohga va boyagi oyga, to'lin oyga qaray boshladim deydi, solishtirish uchun. Taqqoslay boshladim oy bilan Rasulullohni. Falahu indi ahsanu minal qamar. Payg'ambar alayhissalom deydilar. Menimcha, meni ko'zimga oydan ham go'zal ko'rindilar, oydan ham chiroyli edilar. Keyingi hadis قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب. Abu Ishaq as-Sabi'i aytadilarki, bir kishi Baro ibn Azib roziyallohu anhudan so'radi, savol berdi. Ya'ni sahobiydan, Baro ibn Azib sahobalardan birlari. Rasulullohning sifatlarini bayon qilgan, rivoyat qilgan sahobalardan biri. U kishidan bir kishi so'radi kelib, "Akana wajhu Rasulilloh sallallohu alayhi vasallam misla sayfi?" Payg'ambar alayhissalomning yuzlari nurda, nur taratib turishlikda xuddi qilichday bo'lganmi? dedi. Qilich sayqallanadi, bilamiz, chiroyli qilinadi. Bunday quyoshga tutganda yaltirab, undan ham nur taraladi. Qilichday edimi? Ya'ni go'yoki Rasulullohning yuzlari shunday qilichday nurli edimi deb so'raganda, Baro ibn Azib aytdilar, "Qala la bal mislal qamar." Yo'q, qilichday emas, oyday edi dedilar. U odam ham nurli ekanliklarini nazarda tutgan edi. Lekin Baro ibn Azib yo'q dedilar, qilichday emas. Nega? Chunki qilich oddiy bir temirdan bo'lgan narsa va sayqallik kiritgandan keyin, ishlov berilgandan keyin, sayqallangandan keyin, uni artgandan keyin nurlanadigan narsa. Nurlanadi, chiroyli bo'ladi. Ba'zida unga kir yetishi mumkin, boshqa narsalar sababli zanglashi mumkin va uning nimasi, nuri, uning yorqinligi, yaltirashligi yo'qoladi. Lekin oyning nuri asli nur. Oyning nuri hech qachon yo'qolmaydigan nur. Garchi quyoshdan olsa ham nurini, lekin yo'qolmaydigan nur. Shuning uchun payg'ambar alayhissalomni qilichga emas, oyga o'xshatdilar sahobalar radhiyallohu anhum. Keyingi hadisda Imom Termiziy aytadilar, "Haddathani Abu Dawud al-Masahifi Sulayman ibn Salmin qala haddathana an-Nadr ibn Shumayl an Salih ibn Abi al-Akhdari عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه." Bu hadis Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinyapti. Qala kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam abyada ka'annama sigha min fiddatin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yuzlari oq edi, chiroyli edi, xuddi kumushdan quyilgandek edi deydilar. Shu go'zallikda kumushday chiroyli oq yuzli edilar. Rajala sha'ri, sochlari taralgan va singan edi. Ya'ni ozgina jingalaklikka tortganroq edi deydilar. Keyingisida qala haddathana Qutaybah ibn Sa'id qala akhbarana al-Lays ibn Sa'd an Abi Zubayr an Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qala. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinyapti bu hadis. U kishi to'g'ridan to'g'ri Rasulullohdan rivoyat qilyaptilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar: "Qala urida alayyal anbiya." Menga payg'ambarlar ko'rsatildi deydilar. Payg'ambar alayhissalomga Me'roj kechasida barcha payg'ambarlar ko'rsatilgan. Rasululloh ularning sifatlarini aytib beryaptilar. Fa iza Musa alayhissalamu darbun minar rijal. Musa alayhissalomni ko'rdim. Musa alayhissalom kishilarning bir turiga o'xshaydi. Ya'ni insonlardan bizning ichimizdagi ba'zi odamlarga o'xshaydi.
Ka'annahu min rijali Shanu'a. Xuddi Shanu'a qabilasining kishilariga o'xshaydi deydilar. Yamanning qabilalaridan bittasi Shanu'a qabilasi, Yamanda yashaydigan odamlardan bir qavm. Ular semiz ham, oriq ham, ozg'in ham bo'lmagan, o'rtacha, bo'yi ham, semizligi ham o'rtacha bo'lgan, ko'pchiligi shunday yashaydigan qabilalar edi. Xuddi o'shalarga o'xshar ekan Musa alayhisalom dedilar. Va ra'aytu Isa ibn Maryam alayhissalom. Iso alayhissalomni ko'rdim. Iso ibn Maryam alayhissalomni ko'rdim. Fa iza aqrabu man ra'aytu bihi shabahan Urwa ibn Mas'ud. Payg'ambar alayhissalom aytayaptilar-ki, unga eng o'xshash odam ichimizdan Urwa ibn Mas'ud deb bir sahobiyni ko'rsatyaptilar. Mana shu odamga o'xshar ekan Iso alayhissalom dedilar. Va ra'aytu Ibrohim alayhissalom. Ibrohim alayhissalomni ko'rdim. Fa iza aqrabu man ra'aytu bihi shabahan sohibukum. Ibrohim alayhissalomga eng o'xshash odam ichlaringizda manman dedilar. Ya'ni sizlarning sohibingiz, do'stingiz, o'rtog'ingiz bo'lgan, sherigingiz bo'lgan manman. Ya'ni payg'ambarlaringiz Ibrohim alayhissalomga o'xshar ekan deb o'zlarini aytdilar payg'ambar alayhissalom. Demak, Rasulullohning sifatlari qanday kelgan bo'lsa, shu paytgacha aytilgan hadislarda Ibrohim alayhissalomning ko'rinishlari ham xuddi shunday bo'lgan. Ya'ni nafsahul karima, ya'ni payg'ambar alayhissalom sohibukum deb o'zlarini nazarda tutdilar. Va ra'aytu Jibril alayhissalom fa iza aqrabu man ra'aytu bihi shabahan Dihya. Jabroil alayhissalomni ham ko'rdim, farishtani. Unga eng o'xshash odam Dihya al-Kalbi, Dihya ibn Khalifa al-Kalbi radhiyallohu anhu aytdilar. O'sha Dihya degan sahobiyni Jabroilga o'xshaydi. Shuning uchun Jabroil alayhissalom ba'zida payg'ambar alayhissalomga vahiy keltirsalar, odam suratida kelar edilar va Dihya ibn al-Kalbi suratida kelardilar. Dihya sahobalardan o'sha Dihyani suratiga kirib kelardilar. Odam ko'rgan odamlar shu Dihya keldi Rasulullohning oldiga deb o'ylardi. Keyingi hadisda qala haddathana Muhammad ibn Bashar va Sufyan ibn Waki' wal ma'na wahidun. Qala haddathana Yazid ibn Harun an Sa'id al-Jurayri qala sami'tu Aba at-Tufayl yaqul Abu Tufayldan eshitdim deyaptilar. Demak, Sa'id al-Jurayri tobiinlardan Abu Tufayl Amir ibn Wasila radhiyallohu anhu bu kishi sahobiylardan. Jurayri rivoyat qilyaptilar ustozlari Abu Tufayldan, sahobiydan. Yaqul Abu Tufayl aytadilar: "Ra'aytu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, men payg'ambar alayhissalomni ko'rganman" dedilar. "Va ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu g'ayri." Yer yuzida mendan boshqa Rasulullohni ko'rgan odam qolmadi, tirik odam yo'q. Abu Tufayl roziyallohu anhu Amir ibn Wasila sahobalarning eng oxiri o'lganlaridan. Ya'ni sahobalar ichidan eng oxiri vafot qilgan inson Abu Tufayl bo'ladi, Amir ibn Wasila. Payg'ambar alayhissalom Madinaga kelgan yillarida tug'ilgan bu kishi. Dunyoga kelgan. Payg'ambar alayhissalom 10-yili vafot qilgan yillari bir hadis aytadilar. Mana shu kundan hisoblasangizlar 100 yildan keyin deydilar. 100 yildan keyin bu yerdagilardan biror kishi yer yuzida qolmaydi deydilar. Majlisda Abu Tufayl ham bo'ladi. Payg'ambar alayhissalomning sahobalarini ichida eng kichiklaridan 10 yoshga kirgan inson bo'ladi bu kishi Abu Tufayl. Haqiqatda payg'ambar alayhissalom aytgan vaqtlaridan boshlab hisoblansa agar 100 yildan keyin vafot qiladi Abu Tufayl. Ya'ni 110 yoshga kirib vafot qiladilar. Amir ibn Wasila radhiyallohu anhu. Shu uchun aytayaptilarki, yer yuzida mendan boshqa Rasulullohni ko'rgan odam qolmadi. Haqiqatan eng oxirgi ko'rgan odam o'sha kishi. Ya'ni eng oxiri vafot etgan, ko'rganlarning ichida eng oxiri vafot etgan kishi shu kishi. Qultu Jurayri aytayapti: "Sifhuli, Rasulullohni ko'rgan bo'lsangiz menga sifatlab bering Rasulullohni. Qanday bo'lganlar?" Qala aytdilarki: "Kana abyada malihan." Rasululloh oq yuzli, go'zal inson edilar, chiroyli inson edilar. Muqassadan salavatullohi va salamuhu alayhi. Muqassadan degani o'rtacha, ya'ni semiz ham, ozg'in ham bo'lmagan go'zal, chiroyli inson edilar deb sifatladilar. Va bu bobning oxirgi hadisi 15-hadisni o'qiymiz. Qala haddathana Abdulloh ibn Abdurrahman qala haddathana yoki akhbarana Ibrohim ibn al-Munzir al-Hizami
قال أخبرنا عبد العزيز بن ثابت الزهري قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن أخي موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. Bu oxirgi hadis Ibn Abbosdan rivoyat qilinyapti. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhudan, demak payg'ambar alayhissalomning amakilari Abbosning o'g'li. Tarjimonul Qur'on, Qur'on tarjimoni degan nom bilan mashhur bo'lgan payg'ambar alayhissalomning duolari Allohumma allimhul kitob va faqihhu fid din. Ey Alloh, bunga kitobni, Qur'onni o'rgatgin o'zing. Buni dinda faqih qilgin, olim qilgin deb duo qilganlar. Rasulullohning duolarini olgan sahobiy Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu. Shu kishi aytayaptilar. Qala kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aflajat saniyatayn. Payg'ambar alayhissalom oldingi ikki tishlarini orasi ochiq bo'lardi. Ozgina ochiqlik joyi bor edi. Iza takallama ru'ya kan-nuri yakhruju min bayni sanayahu. Agar gapirsalar deydilar, payg'ambar alayhissalom xitob qilsalar, suhbat qilsalar, gaplari deydilar, shu tishlari orasidan nur kabi chiqardi deydilar. Ya'ni Rasulullohning gaplari eshitganlar uchun qalbiga nur, qalbiga shifo bo'ladi. Shu tishlari orasidan nur kabi chiqardi deb Ibn Abbos radhiyallohu anhu Rasulullohni sifatlaydilar. Azizlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning yuz tuzilishlari, qo'llari, oyoqlari, jismlari, gavdalari haqida bir oz bo'lsa ham tushunchaga ega bo'ldik. Bu bobda, mana shu birinchi bobda Rasulullohning suratlari haqida keltirilgan bobda Imom Termiziy rahmatullohi alayh bir necha sahobalardan, Anas ibn Malikdan, Baro ibn Azibdan, Jabir ibn Abdullah, Jabir ibn Samura, Abu Hurayra radhiyallohu anhudan, Abdulloh ibn Abbosdan va ulardan tashqari bir qancha sahobalardan hadislar rivoyat qildilar. Bularning barchasi bir-biriga juda yaqin bo'lgan sifatlarni aytdi. Demak, biz o'tirib bularni eshitgan, bularni o'qigan insonlar Rasululloh haqlarida bir tasavvur qilishimiz kerak. Mulohaza qilishimiz kerak, o'ylashimiz kerak. U zotning yuz tuzilishlarini, u zotning suratlarini bir o'zimizni qalbimizga bir chizishimiz kerak. Va shu zotni eslab salovatlar aytishimiz kerak Rasulullohga. Shoyat Alloh taoloning rahmatiga sazovor bo'lsak, shoyat Alloh taoloning marhamatiga, lutfiga, karamiga sazovor bo'lib, qiyomatda payg'ambar alayhissalom bilan birga bo'lishlikni Alloh nasib qilsa, bu dunyoda ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam singari haqda sobit turib, haqni yetkazishga harakat qilishga Alloh taolo bir kuch-quvvat bersa, ajab emas. Inshaalloh Allohdan mana shu narsalarni, bundan boshqa ham xayrli narsalarni duo qilib so'rab qolamiz. Alloh taolo barchamizga aytganlarimiz va eshitganlarimizni manfaatli qilsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.